mo'jizaviy ruqiya qilingan suvni qanday qilinishini o'rgataman biiznillah. Alhamdulillahi robbil alamin Fotiha surasini 7 marta o'qiysiz. Baqara surasini avvalgi 5 oyati alif lam mim bilan boshlanuvchi oyatni o'qiysiz. Baqara surasi 102-oyat. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulayman deb boshlanuvchi oyat. Oyatul Kursi 3 marta. Oxirgi Baqara surasining 2 oyati. Amanar rasul deb boshlanuvchi oyat. Yasin surasini avvalgi 1-sahifasi, As-Saffat surasining 1-sahifasi, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huvallohu ahad, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nas suralarini 3 martadan o'qiysiz. Xohlasangiz 7 martadan bu zikr qilganlarimni o'qing. Xohlasangiz 11 martadan o'qing. Qat'iy mana buncha o'qish kerak degan adadlar yo'q. Qancha ko'p o'qisangiz va o'qiganda shifo niyatida to'g'ri talaffuz qilsangiz, shifo baxshligi, mo'jizakorligi oshadi. Har bir oyatni yakunlaganda shifo bo'lsin, kifoya qilsin ma'nosida shiflab qo'yasiz.